Korоче, o'rtoqlar, bizlar kamera yoniga hamma kommentariyada so'ragan qiz bu MMA jangchisi. Yo! Hozir men kameraning yoniga hech kim kutmagan odamni chaqiraman. Men hozir kamerani oldiga Dizini ko'ryapmi? Kamerani oldiga bezuk bo'lib qolgan yerda o'tirgan odamni chaqiraman. Assalomu alaykum aziz muxlislar, to'yimizga kelganingiz uchun Xudoga shukr. Men hozir kamera yoniga menga xiyonat qilib ketgan do'st xiyonatiga men do'stlikka korоче. Men kameraning yoniga men buni chaqirmayapman, bor. Umuman dimishi chiqmaydigan odam chaqiraman. Hozir kameraning yoniga guruhimizni Qoravoyni chaqiraman. Aytma. Sen chaqirdi qisqasi. Men hozir kamera oldiga doim tayoq yeb azob chekadigan odam chaqiraman. Kamera oldiga meni har kuni uradigan odam chaqiraman. Hozir men kameraning yoniga o'zi syomkaga uchrashuv belgilab keyin podxod qilib kelmaydigan odam chaqiraman. Kamera oldiga hech narsa deyolmaydigan bir 20 ta dubl degan qiz chaqiraman. Men nima deyindi? Nima deyishni ham aytib berishimiz kerak bunga. Men hozir kameraning yoniga Milashka, nozikkina qizimni chaqiraman. Hozir men mikrofonning yoniga, kameraning yoniga eng asabbuzar odamni chaqiraman. Sen aytyapti. Tantanavor ravishda. Sani taklif. Tantanavor ravishda. To'g'ri tan olisham bir mardlik ikkalasi bir-biridan o'tgan asabbuzar. Biz hozir kamera oldiga ikkita betayn chaqiramiz. Hamid to'lib qolmadimi? Betaynda mana buni yetadi, o'zi yurishini qaranglar. Men chaqirilmagan mehmonman, kelaveradi, chaqirmasa. Hozir men kameraning yoniga montajda g'alati zvuklar chiqazadigan odamni chaqiraman. Men hozir kameraning oldiga mana shu yerdagi eng chiroyli qizni chaqiraman. Doim o'zimga o'tib yuradigan. Chaqiraman. Men doim o'zimga shior qo'yganman-da, ayol kishini xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Ayol kishini xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Juda ham xunukisi va juda ham chiroylisi bo'ladi. Qani kel, sen chaqirdimi? Kamera oldiga o'rtalar dunyodagi eng yaxshi odamlar chaqiraman. Sog' bo'lasizlar.